Assalomu alaykum. Bugun e'tiboringizga bosqichli arab tili fonetika kitobimizni taqdim etish arafasidamiz. Ushbu qo'llanmamiz yozilishi jihatidan eng birinchi yozish boshlangan, lekin tugash jihatidan boshqa bo'limlar va boshqa kitoblardan ko'ra keyinroq tugayapti. Ya'ni xabaringiz bor, A0, A1, A2, B1 kitoblarimiz taqdim etilgan edi. Bugun esa biz e'tiboringizga bosqichli arab tili kitobimizni taqdim etish arafasidamiz. Albatta, bu kitob ko'p o'zgartirishlar kiritilgan bu kitobga. Shuning uchun ham bu cho'zilib ketgan va sinovdan o'tgan, dars berib ko'rilgan, kamchiliklar tuzatilgan, har bir detallarini alohida ishlab chiqilgan va bu uzoq muddatli jarayon bo'ldi. Va bugun biz buni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, bu kitobning ustki qismi, kitobning kirish qismi demak quyidagicha. Bu kirish qismlarini o'qib, tushuntirib, izohlash shart emas. Kirish qismida endi arab tilidan bexabar bo'lgan o'quvchini arab tili haqida ma'lumotga ega bo'lishligi uchun biz unga umumiy arab tili haqida demak ma'lumotlar bilan taqdim etilgan ma'lumotlarni berilgan o'quvchiga. Arab tilining xususiyatlari, arab alifbosi haqida ma'lumotlar, arab tili dunyo tili sifatida, ilmiy va tarixiy meroslar haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. Shundan so'ng arab tili alifbosi keltirib o'tiladi. Ya'ni arab tilidagi harflarning ko'rinishi va uni yonida harfning nomi va o'zbek tilidagi uni ifoda etadigan harf bormi yoki yo'qmi, shular ko'rsatib o'tilgan. Va shundan so'ng birinchi dars boshlanadi. Birinchi darsda o'sha doimgidek fatha, kasra, damma belgilar va umumiy harflar bilan tanishib chiqadi. Bu harflarni o'quvchi birinchi navbatda mana bu alifboni birinchi darsda yodlab keladi o'quvchi. Ya'niki tushunsa ham tushunmasa ham yodlab kelaveradi va shundan so'ng o'zi o'qishga mashq boshlanadi. Fatha, kasra, damma bilan mana bularni o'qib beraveradi. Garchi talaffuzi zo'r bo'lmasa-da, o'quvchi harflarni yengil bir xur tanib olish kerak, 28 ta harfni. Birinchi o'sha fatha, kasra, damma bilan a, i, u, b, b bu qilib o'qib beradi. Va shundan so'ng qisqa ullilar tugagandan keyin cho'ziq ullilarga o'tadi. Bu cho'ziq ullilarni ortidanoq mashqlar berilgan. Ayni o'sha fatha, kasra, damma bilan cho'ziq ullilarni o'qib beradi. Shundan so'ng tanvillar keltirib o'tilgan. Tanvillar bilan ham xuddi shuni singari mashqlar va hamza haqida ma'lumotlar bor bu yerda. Shundan so'ng mana shu birinchi dars tugaydi. Birinchi darsda o'zi demak alifboni yodlab kelyapti, fatha, kasra, dammalarni ko'rib o'qib beradi. O'qib kelgandan keyinda Xo'p, ikkinchi darsdan boshlab asosan talaffuz boshlanadi, mahraj bo'limlari tushuntiriladi va yozish uchun alohida joy tashlab ketilgan. O'quvchi demak bu yerda harfning nomi, mahraji va yozilishi kabi har bir harfni o'zini izohi bor va yozish uchun joylar, nuqtali joylar bor. Qolgan boshqa kitoblarda bo'lgani kabi alif va ya harflari birinchi o'tib olinadi. Sababi bu so'zlar ishtirokida ko'plab boshqa kalimalar, ya'ni so'zlar hosil bo'ladi. Cho'ziq ullilarsiz biz so'zlarni taqdim eta olmaganligimiz uchun alifboni birinchi qismida alif va ya harflari o'tib olingan. Shundan so'ng buni qolganlarida alifboni, ya'ni hijoi alifboni demak tartib bilan berib ketilgan. Xo'p, bu yerda keyin ta harfi o'tiladi 3-darsda. Endi darslar bo'lib qo'yilgan. Mana shu 3-darsdan boshlab turib harflarning sifatlari o'tiladi. Har safar har bir darsda bittadan sifat qo'shib ketilgan, o'sha harfga aloqador qilib. Shu bilan mana shu eng muhim bo'lgan sifatlar keltirib o'tilgan. Ya'ni talaffuzda uni o'rganmasa bo'lmaydi. Usiz biz nima deydi, harflarni tasavvur qila olmaymiz degan sifatlari birin-ketin tushuntirib o'tib ketilgan. Va yana o'sha yozish uchun mashqlar. Har bir darsda 2 ta yoki 3 ta harf chiqadi. Mana shu harflar chiqqandan keyin buni ortidan o'sha harflar ishtirokida so'zlar keladi. Mana bu yerda birinchi darsda baytun. Endi bularni nima uchun qayta-qayta yozilyapti deydigan bo'lsak, o'quvchi shu so'zlarni yozib mashq qiladi. Ya'ni baytun deb yozadi va qo'shimchasiga daftarga ham buni 1 bet, 2 betdan yozib kelishlik kerak. Bu yerda o'sha baytunning ma'nosi mana yozilgan shakli, buni ustidan yurgizib mashq qiladi va yodlab ham keladi. Yo'lma-yo'l o'sha ishtirok etgan harflar yordamida so'zlar berib ketiladi. Har bir darsda 4 donadan so'z chiqadi. Va shundan so'ng o'qish uchun mashq. Har bir darsda o'quvchi demak harflarni har bir ko'rinishini yozib keladi va so'zlarni yozib keladi. So'zlarni bir betdan yozish kerak, harflarni ham har bir ko'rinishini bir betdan yozish tavsiya etiladi o'quvchilarga va mana buni bir 50 marta o'qib keladi.
O'qish osonroq bo'lishi uchun QR kod qilib YouTube'ga joylab qo'yganmiz. Shunga tahlil qilib o'qib keladi va vaqtga qarab o'qisangiz bo'ladi o'quvchilarni. Va qolgan darslar ham xuddi shuni singari hajim, ho harflari, bundan keyin ularni ham har bir darsda har bir harfdan keyin qiziqarli ma'lumot yoki bir mahraj bo'limiga oid bo'lgan sifatlar berib o'tilgan. Har bir harfni ostiga, masalan, xoda mana iste'lo sifatlari, yo'g'onlik sifatlari va qaysi harflar yo'g'on bo'ladi, bular haqida ma'lumot bor va yana o'sha tartib, yana o'sha so'zlarni yozish uchun nuqta-nuqtalar va berilgan so'zlar, eng muhim so'zlar bular o'sha ikkinchi bosqichimizda, ya'niki A0 bosqichida mana shu so'zlar keladi. Shuning uchun tayyorgarlik qilib, so'zlarni hech yo'q bir 60-70 ta so'zni yodlatib olamiz va ikkinchi bosqichga olib o'tib ketamiz. Yana o'sha o'qish uchun mashqlar. Qolgan demak darslar ham xuddi shuni singari davom etadi. Hattoki eng qiziq ma'lumotlar ham bor bu yerda. Mana tishlar nima deydi? Aql tish, kesuvchi tishlar, tabassum tishlari, so'yloqchilar deb va hattoki mana maqollar ham keltirib o'tilgan. O'quvchilar bir tilbalot qal'a degan mana shuni singari qiziqarli ma'lumotlar ham bor. Dars deyarli zerikarli bo'lmaydi, juda ham bir yaxshi tashkil etsa bo'ladi. Har bir dars bermoqchi bo'lganlar shunday tashkil etadiki, demak har bir darsda o'quvchi albatta har birini mana buni o'qib berish kerak birma-bir. Keyin so'zlar so'rab chiqiladi va daftarlar tekshiriladi. Shundan so'ng yangi dars o'tilsa, o'sha 1,5 soatning atrofiga to'g'ri keladi. Darslikda ushbu qo'llanmada demak 20 ta dars mavjud. Bugungi kunda o'sha o'quv markazlari deymizmi, ta'lim dargohlari bo'ladimi? Bir haftada 3 ta dars bo'ladigan bo'lsa, har 5 ta darsda bitta qaytarish imtihoni bo'ladi. 10 ta darsda esa yana bitta qaytarish bo'ladi. Shunda bir oyda 12 ta dars bo'ladi. Bizni o'z qo'llanmalarimizda hammasida 20 tadan mavzu o'z ichiga olgan qo'llanmada. Ya'ni bu 2 oyga mo'ljallangan. Mana shu qo'llanma ham 2 oyda to'liq tugatilsa bo'ladi. Va harflar tugagandan keyin qoidalar keladi. Bu yerda hozir tezroq qoidalarga o'taman. Bizning video darsligimiz ko'payib ketmasligi uchun. Qoidalar boshlanadi. Qoidalar demak o'sha shamsiy va qamariy harflar berilgan. Bu yerda o'shalarga misollar va o'qib kelish uchun mashqlar, o'quvchi demak bularni tushuntirib berilgandan keyin o'qituvchi tushuntirib beradi. Va buni o'qituvchi tekshirib beradi. Bu yerda ham o'sha mashqlarni yoniga QR kodli qilib o'qib berilgan. O'quvchi qiynalib qolmasligi uchun, tahlil qilib o'qib kelishligi uchun bu yerda mana ko'rsatib o'tilgan. Buni skaner qiladigan bo'lsa chiqadi. Vastali hamzalar, qat'iy hamzalar uchun har biriga alohida qoidalar berib o'tilgan va dars davomida talaffuzda muammo bo'lishligi tabiiy, oson emas. Shuning uchun talaffuzni yanada mustahkamlash uchun harflar batafsil tugagandan keyin yondosh harflar bor. Masalan, bir-biriga o'xshab ketadigan a bilan a. Mana shularni talaffuzda xato qilinadigan bo'lsa, qanday oqibatlarga olib kelishini ko'rsatishlik uchun ko'rsatib qo'yilgan bu yerda misollar. Amalun, amalun, alamun, alamun kabi sualun, sualun ma'no o'zgaryapti bularni va hattoki mana shu qaysi harfni talaffuzi qiyin bo'lsa, o'shani fatha, kasra, domma va tashdidli va sukunli holatlariga alohida misollar berilgan. Masalan, aynun fatha bilan a, sha'irun ayn kasra bilan, umrun ayn domma bilan, shajji' sukun bilan, fa'ala demak tashdid bilan. Mana shu mashqlar o'quvchini nima deydi, pishiradi. Boshqacha qilib aytsak, tajribasini oshiradi va bularni ham albatta o'quvchi o'qib beradi. Bularni ham o'qib berilgan, QR kodi bor, qo'yib qo'yilgan va qoidalar davom etaveradi. Qo'shib o'qish qoidalari bundan keyingilari ham ko'pincha muammo bo'ladigan o'sha vaslali hamzani tagida asli qanday qilib o'qiyman degan savolga ham batafsil javob berib o'tirib ketilgan. Ya'ni irji'mi, arji'mi qaysi biri bo'ladi desa, bu yerda qoida qilib tushuntirib qo'yilgan va yana mashqlar bilan ta'minlangan bu narsalar, quruq o'tib ketilmagan. Hop, shu tartibda ketgan va ha bilan ha ko'p chalg'itadigan holat, ya'ni yumshoq o'rta ha'ni, halqum o'rtasidan chiqadigan ha'ni talaffuzda muammo borligi uchun bunga ham yumshoq va mana shu halqumni o'rtasidan chiqadigan ha'ni mashqlari bor. Bu yerda ham xuddi o'sha oldingi misol kabi ko'rsatib ketilgan. Qoidalar davom etaveradi. Yana eng muhim qoidalar bularsiz demak tasavvur qila olmaymiz qo'shib o'qishlarni. Ta bilan to'ning farqi berilgan bu yerda. Qoidalar yana bor, davomidan kelaveradi. O'sha nunlarni qanday qilib o'qiymiz? Mana o'zbek tilida ham bo'ladi bu. Aynan arab tiliga oid narsa emas-ku. Masalan, o'nlab degan so'z n dan keyin l keladigan bo'lsa, n va l ning mahraji bir-biriga yaqin bo'lganligi uchun demak
fonetik o'zgarish bo'ladi. Ya'ni o'nlabni o'nlab deymiz biz hamda, masalan, sensirama degan gaplar bor. Senlamada n dagi l kelsa senlama bo'lib ketadi, masalan. Shu kabi mana o'zbek tilida ham misollari bor. Onlaynni n-sini mana biz ham talaffuz qilmayapmiz. Onlayn deydi ko'chada. Shuni singari fonetik o'zgarishlar bor. Bularga misollar ham ko'rib o'tilgan va yana o'sha mashqlar ham berilgan. Yashirib o'qish qoidalari bor. Masalan, senkir deganda n-ni talaffuz qilmaymiz ba'zida. Senkirga o'xshab, xuddiki boshqacharoq chiqadi, dimog'dan chiqadi. Ya'ni yashirib o'qish degan qoida bor arab tilida. Bunga ham misollar keltirib o'tilgan. Xo'p, va za bilan zani farqi bu ham eng asosiy qoidalardan bo'ladi. O'zgartirib o'qish qoidasi bor. N-dan keyin b kelib qoladi. Mana bizda men bilan desak, men bilan deb ketib qoladi talaffuzda. Shanba n-dan keyin b keladigan bo'lsa, o'zbek tilida ham shanba bo'ladi. Mana shuni singari, demak, qoidalari keltirib o'tilyapti bu yerda ham. Yana o'sha misollar bilintirib o'qish uchun alohida va sa va saga misollar bu yerda o'sha ma'no o'zgarib ketyapti. Va o'qish uchun oxirisida 19-20 darsda alohida matnlar berilgan. O'quvchi mana shu matnlarni o'qiy olsa bo'ldi, albatta tarjima qila oladi. Ya'niki pastda matnni so'zma-so'z tarjimasi berilgan. Birinchisida o'sha oilam haqida va o'zi haqida desa, xohlasin yodlab kelsa ham nur ustiga olonir bo'ladi, hech o'zi haqida gapirib beradi. Tarjima qilib kelaveradi, o'qib keladi asosan, tarjimasini ham qilib kelsa xursand bo'ladi va nima deydi, uning uchun motivatsiya bo'ladi, boshqacha qilib aytsak. Va har bir darsda ikkitadan matn berilgan va 20-darsda ham xuddi shu kabi jarayon ketgan. Shuning bilan mana shu kitob nihoyasiga yetadi. 20 ta dars, bu taxminan 2 oyning atrofida tugatsa bo'ladi. Bu o'sha bizni qo'llanmamiz haqidagi umumiy ma'lumotlar edi. O'ylaymanki, ushbu qo'llanma ko'pchilikka manfaatli bo'ladi va kamchiliklardan xoli emas, kamchiliklarni muntazam ko'rib, to'g'rilashga harakat qilamiz. Bu barchamizga manfaatli bo'lsin.